أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Aziz savaqdaşlar, aldığınki dersimizde hazırki devrimizdeki islahatçı ustazlar ve davetçilerin evleviyat düşüncesiga, yani fiqhul evleviyatka ne kadar ehmiyet bergenliki ve ulanın fiqhul evleviyatını özünün islahat ve davet hareketinde asaslık tayangan bir tayaç kılganlıkını biz dersimizde sözlep öttük. Mesela Seyyid Qutb, Cemaluddin el-Afgani, Muhammed Abdu, Mevdudi, Hasanul Benna ve onundan başka islahatçıların bu sahasideki meydanıdır. Bugünkü dersimiz bu ulamaların yine kap kalgan bir kısmının bu sahadaki meydanlarını bayan kılış bilen başlanıdı. El-Ustaz Muhammed Mübarek. Ustaz Muhammed Mübarek ve mimmen tenebbeha ila fiqhil evleviyat min rijalil islahi ve tejdid el-mubakkirul islamiyul suriyyu el-ma'ruf el-Ustaz Muhammed Mübarek rahimahullah. İslahat, yenilik yaratış taraftarlarıdan evleviyat fiqhisiga agalandıgan ustazlardan Suriyalik ataqliq İslam mutafakkiri Ustaz Muhammed Mübarek rahimahullah. Mana bu kişimi bununla alohida agalandıgan ve bununla ehmiyet bergen. Bu kişi bu işning muhimligi tarafidan özünün garip ideyalariga qarshi turishdagi İslamning mafkurisi nomli kitobida bir cho'nqur so'zni so'zlaydi. Bu kitap amaliyotda o ustoz xilma-xil munosabatlarda so'zlagan yoki leksiyalarda yozgan tadqiqotlarning umumiy bir yig'indisi bu. في هذا الكتاب تحدث عن ضبط النسب في الإسلام. Mana bu kitapta bu kişi İslam'daki nispetlerinin kilipi, kaidesi doğruluk sözledi. Her İslam'da çokum nispet var. Bu nispetlerinin kilipini, kaidesini biliş gerek dep sözledi. Men o ustaz yazgan sözünü teksti bilen nakil kılımen ehmiyetlik muhim bo'lganlik uchun va ila janibi xassatil vihdati fi nizamil islam xassatun ukhra la taqillu anha sha'nan va yadabtun nafsi nisabi bayna jawanibil hayati va qiyamiha. İslam tüzümüdeki birlik hususiyetlerinin kaçta onundan kelişmaydigan yeni bir hususiyet alahilik bağdır. Bu hususiyet bolsunmu kişilik hayatının her xil tarafları ve onun kıymetleri oturuştaki nispetle kilipi ve nispetle kaidesidir. Yani kişilik hayatının her xil taraflarının iktisadi tarafı, içtimai tarafı, siyasi tarafı, ahlak tarafı, muamele tarafı, aile tarafı degandek her xil tarafları var. Her xil kıymetleri var. Bunun oturuşta bir nispet var. Muşun nispetlerinin kilipi degen bu alahidilikni bu adam eskertti. Mesela mal dünya, huzur, halavet, lezzet, hizmet, akıl, ilim, marifet, güç, kuvvet, ibadet, urut, kandaçılık, vatanperverlik, insanilik, bu mu kişilik turmuşunun kıymetlerinden bir kıymet.
Mana bu İslam kişilik turmuşning qimmatlaridan bir qimmat. İslam bu qimmatlardan her biriga kişilik turmuşning nizamida bir o'rinni berdi, o'rinni qildi. Ve muayyen nisbatni qildi. Bu qimmat qarashlar u nisbatdan o'tib ketmaydi. Chunki bir qimmat yana bir qimmatdan eshib ketmasligi uchun unga bir o'rin bekitib bergan. Şuna iqtisodningmi, lazzatningmi, xizmatningmi, aqlning, ilm ma'rifatning hammasining islom kishilik turmushda bir o'rni va uning nisbati bor. Agar bir odam mal dunyoni dablam yugurib, lazzat, rohat, dam olishni tashlasa, umi islomda gunohkor bo'ladi. Xizmatni dablam boshqa ishni tashlasa, umi gunohkor bo'ladi. Aqlni deb, yana aqlni yuritaman deb jismoniyatni ziyon uchrasa, yana u gunohkor bo'ladi. Hammasining islomning o'rni bor. Va inna min at-tashbih lil-islam. İslamni bo'lmilganlikning qatoridan bo'ladi. Mushu nisbatlarni o'zining o'lchimidan eshib ketadigan yoki boshqalarga nisbatan kam bo'ladigan darajada o'zgartganlik bu islomning bo'lmilganlik bu. İslamning yuzini to'kkanlik bu. İslam belgilagan, İslam hammasiga loyiq ravishda nisbat ma'lum sohani bekitib bergan bulup bunu buzuş, bunu özünün ölçümüden aşırı öteş bu İslam'ını bormalaganlık, set gözetkenlik, belki İslam dinidin tosqanlık buludu. Xuddi bu ameliyatta ahirki bazı devrelerde yüz bergenidek. Nima uchun? Chunki kishilik turmushning nizomidagi nisbatlarni buzish, kişilik turmuşning nizamida nisbatni buzish, ya'ni o'zgartish bu hajviy suratda nisbatlarni o'zgartganga o'xshash bo'ladi. İnsonga chiroy belgilarini beradigan va o'xshash alomatlarni belgilarni beradigan hajviy suratdagi nisbatlarni o'zgartganga o'xshash bo'ladi. Lekin bu bir xil masxara, kulkilik bir yo'l bilan bo'ladi bu. Xuddi hajviy suratda insonni bir tarafini ya bir a'zosini ya bir qism joylarini o'zininki muayyan insonga loyiq nisbatidan o'zgartib olsa, u bir xil kulkilik, bo'g'iniga o'xshagan islomning kishilik turmush nizomidagi nisbatlarni o'zgartish ana shunday kulkilik bo'ladi. Ve durunun terkibideki nisbatlarni o'zgartganga o'xshash bo'ladi bu. Ba'zi bu duruni buzish qilib boradi, sifatini o'zgartishga, xususiyatlarini o'zgartishga qilib boradi. Ba'zida bu ziyonliq moddaga yoki zaharlik moddaga aylanib qoladi bu dura. Durunun terkibideki nisbatlarni o'zgartib olsa, o dura balkim o'z xususiyatini yo'qotadi. Balkim o xususiyatini, sifatini yo'qotishdan eshib o ziyonliq yoki zaharlaydigan bir moddaga ilib boradi. Xuddi bir odamning beshi og'rib qolsa, bu odamning beshi og'rib qolganda uning yeshi va uningki kasalligi diagnoz qo'yilgandan keyin uningga berilgan dorini ya azroq yesa unumi bo'lmaydi yoki oshirib yesa u ziyonliq bo'lib qoladi, balkim zaharlaydi. Shuning o'xshagan İslam Allah tarafından kelgan din bo'lganligi uchun insonning hamma kishilik turmushdagi hamma taraflarga muayyan nisbat, muayyan soha bo'yicha o'rin bergan. Buningdan bir-birini erishtirib o'tish yo bir-birining nisbatini buzib o'tish bu islomni buzganlik. Masalan, agar biz turmushni 100 parcha qilsak, shuni 100 parcha qilsak, çokum İslam'nın bu 100 parça işçiden ibadetlerini bir neçe parçaga xaslaganligini topamiz. Onun ya 30% ya 20% ibadetga munosabatlik. Shuningdek infaq, kasb, halaldan pul tepish, jihad, yo'lga qo'yilgan lazzatlar bilan huzurlanish,
Bunun mu muayyen nispeti var ya 10% ya 20%. Her birinin bu parçaladın muayyen nispeti var, muayyen nasibisi var. Eğer biz muşu nispetlerini özgertip cihatının kıymetini düşersek, tüvellesek ve onun kıymetini düşürüp ibadetinin nasibisini ziyade kılıversek, mal dünyanın nasibisini düşürüp, mesela mal dünyanı tepiş ya ki hecdeş cihette mal dünyanın nispetini tüvelletip lezzet, huzur, halavetli çektiğini açsak, ya onu bütünle emelden kalıversak, iktisat yapmayı, iktisatını tepiş ve hecdeşti mi normalden çıkıp huzur, halavet, lezzet çektiğini açsak, ya onu emelden kaldırsak, çokum biz muşunun din özünün hakikati ruhida İslam'ın tüzümüne karşı bir tüzümge çıkan bulumuz. Ve İslam dini tuğuzgan kişilik hayatının kıymetleri ve onun her tarafları arasında tuğuzgan normallıkını buzuvatkan bulumuz. İslam kişilik hayatının hem taraflarına ictimai, iktisadi, aile, cemiyet, ahlak, muamele, hatta maneviyet, maddiyet hem taraflarına köngül bilgen ve onun muayyen nispetlerini bergen, muayyen nasiblerini uğurlaştırgan biz bunu onunla ya onu bununla arılaştırırsak ve nispetlerini bozuvazsak ahiriste biz İslam'ını bozuvatkan bolumuz. İslam'ını özünün asli bir sürütüde tanlayamagan bolumuz. Mesela ahirki devrlerinin bazısında mükemmel Müslüman, kandak kişi o Müslüman degen ibadetke onun tar manistiki roz tutuş, namazı koş, Kur'an okuş, kitap görüş degandek tar manistiki ibadetke yüzlengen, onundan başkasıyla meşgul olmaydıgan, mihraptın ayrılmay turuduğan, zikirlerini, vazifelerini çın tutuduğan kişi makineki devrede Müslüman degen şu. Müslümanlığı şunda tanıyımız ve şunda tanıtımız. Hakikaten bu suret Peygamber aleyhissalatu vesselam ininge boğan ve Peygamber aleyhissalamga ergeşken sahabalar ininge boğan suretke mutlak okşamaydı. O sahabalarning ve Peygamber aleyhissalatu vesselamning İslam arqılı hasıl kılgan suretiga bunun sureti okşamaydı. Eğer ibadet ularning hayatida asaslık bir parçası bolsa, hakikaten cihat ularning betlerini toşqizib atgan. İbadet فَلَاِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ جُزْءًا أَسَاسِيًا فِي حَيَاتِهِمْ Eğer ibadet o sahabalarının hayatında asaslık bir kısım boğan bolsa, çokumki cihat ularning betlerini, hayat betlerini, turmuş betlerini toşqizib etdi. Yani cemiyetni buzuk aqidelerden azat qilish, to'g'ri bo'lgan aqidelarni mustahkam qilish yo'lida jihad qilish va o cemiyetni zalimlarning zulmidan, mustabidlarning istibdodidan azat qilish, ojizlarni himoya qilish uchun, odamlarning orasida adolat tug'ish uchun azat qilish yo'lidagi jihad ularning batlarini toshqizib etgan. Bular bununla alohida ahamiyat bergan. İbadet kilam ahamiyat beraman deb bu sohadan butunlay yiroqlashib ketgan, ya bu bo'shliqni bo'sh qo'yib qo'ygan, ya bu sohaga cho'kmagan emas. Shuningdek, jihad bilan ijtimoiy islohot bilan shug'ullangan musulmonning hayoti islom suratiga selishtirilgan chig'ida sat, kamchil bo'lib qoladi. Eğer o hayat ibadetin hali, Allah'a bo'lgan munosabati zaif bo'lib qolsa, u mu islomiy suratga nisbatan bu bir kamchil surat bo'lib qoladi. Demak, ibadet bilan lam bo'lib ketib, ibadet kilam o'zini bag'ishlab, ibadet bilan lam shug'ullanib, cemiyetni buzuq aqidalardan azat qilish, mustahkam aqidalarni tug'ish, bunun bilan shug'ullanmasa, bu mu islomiy suratga selishtirgan chog'da uning surati to'g'ri bo'lgan surat bo'lmaydi. Agar cemiyet islohati bilan shug'ullanaman, jihad bilan shug'ullanaman deb ibadetin hali, Allah bilan bo'lgan munosabati zaif bo'lib qolsa, buning surati mu islomiy surati to'g'ri bo'lgan surat bo'lmaydi. Demak,
İslam hamma sohaga, jamiyat, jamoat, davlat, hamma sohaga musulmonning tang ko'ngil bildi va ahamiyat berdi. Hammani o'zining o'rnida qo'yishni, o'ziga loyiq muomala qilishni buni o'rgatdi. Bizning burunqi ulamolarimiz bu ideyaga diqqat qilgan. Yani nisbatlar ideyasiga diqqat qilgan. Shuning uchun ular musulmondan talab qilinadigan farzlarni va uningdan boshqa amallarni talab qilish kuchida farqli qilgan ular. Musulmondan talab qilinadigan farzmi o'xshamaydi. Farzi kifoya, farzi ayn, masalan, vacib, sünnet, sünnet-i muakkede. Onu bu şunda kıldı. Hem farzi ayn bo'lsin, bisni muqaddam, bisni aldıda koydu. Xuddi ular cheklangan, to'silgan ishlarni uni to'sish darajasida yoki haromlik darajasida shuningdek farqli qildi. Falaysa sawa fil ism, gunohda barobar o'xshash emas. Jihad sepida ribatda turgan mujohidning o'zining o'rnini tashlashi va o mujohidning maydonni dushmanning kirishi uchun ichib berishi, harak ichish yoki cho'chqining go'shtini yeyish buning gunohi o'xshamas. Her ish qilish harom turib. Amaliyotda ish qilish harom. Mujohid jihad maydonida sapti bo'lgan bo'lsa, u sapni tashlab, saptini qichish, saptini yuz o'rish yo sapni tashib o'tib ketaverish bu mu harom? Harak ichish, cho'chqi go'shtini yeyish bu mu harom? Ammo ish qilish harom bo'lsa-mu, gunohga o'xshashmaydi. Çünkü bunundan keladigan ziyon birisi shaxsga kelsa, yana birisi jamoatga keladi, davlatga keladi, nurg'ulg'an xalqqa keladi va buning oqibati bak ig'ir bo'ladi. Shuning uchun bu o'xshamaydi. Shunga bu nisbatlar islomda mana bu shunday o'tirib chiqqan. Bunda ayet, hadislar, nurg'un hadislar bu ideyaga ishorat qiladi. Allohning so'ziga o'xshash, sizlar hojini sug'aganlikni, Masjidil Haramni imorat qilganlikni, Allohga ishongan, oxirat kuniga ishongan, Alloh yo'lida jihad qilganlarga o'xshash qilamizlar. Bu Allohning oldida barobar bo'lmaydi deydi. Mana Alloh subhanahu va taolo bu nisbatni o'xshash deb tunilishning o'zini xato deb bayon qildi bu yerda. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın diniga o'xshaydi. Allah yo'lida jihadga barobar qiladigan bir amaldan savol qilingan chaqida. Va ular payg'ambarimiz 2 qitim yo 3 qitim takror dedi. Payg'ambarim deydi, sizlar u jihadga barobar qiladigan amalni topolmaysizlar. La tastati'unahu tepishga qodir bo'lolmaysizlar. Am payg'ambarim oxirida dedi, Allah yo'lida jihad qilgan mujohidning misoli kunduzi ro'za tutgan, kechasi qiyam qilgan, Allohning oyatlari bilan qunut o'qigan, ro'zadan, sadaqadan bo'shab, namozdan bo'shab qolmagan mujohid uyga yenib kelgan qadar tug'an kishining misoliga o'xshaydi dedi. Mana sahih hadislarda bor deyildi, ya Rasululloh, odamlarning qarshi afzal. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jini meli bilan Alloh yo'lida jihad qilgan kishi. Deyildi, anundan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve taoladan taqvolik qilib, insonlarni o'zining sharridan tashlab, jilg'ilidan bir jilg'a urilishib olgan bir kishi dedi. Haqqa mening yomonligim yetib qolmasin. Men mushu haqliga bir yomonlik qilsam yoki haqlining yomonligi menga yo'qib qolmasin, insonlarning yomonligi menga yo'qib qolmasin deb jilg'ilidan bir jilg'a berib, xoli odamlardan ayrim turib Allah'a ibadet kılan kişi dedi. İmam Ahmed mu sahih sanad bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü rivayet kıldı. İnsan bölüp durup yigen bir tengi cezana 36 qitim zina qilganlikdan ig'ir dedi. Shuning uchun cezana o iqtisodiy zulmning turlaridan zinadan haromligi qattiq, haromligi ig'ir. Agar biz qimmatlarning ba'ziga nisbatan selishtiradigan bu hadislarni jug'lashga urinsak, cho'qim biz bu hadislardan turmushning qimmatlari o'ttirisida matematikalik nisbatlar bilan chiqamiz bu hadislardan. Shunda bir yakunga chiqamiz. Ana bu hadislar bir qimmatni yana bir qimmatdan yuqori, muhim, oldingi o'rinda qo'yayotgan, ustun deyotgan, fazilatlik deb maqtayotgan mana bu hadislar
g'ni beyni bir yerga akilib, shunda bir matematikalik selishtiradigan bo'lsak, cho'qim biz bu amallarning nisbatining farqlanadiganligi va bir-biri bilan zodilla barobar emasligini biz bila olamiz. Masalan, Payg'ambar alayhisolamning so'ziga o'xshaydi, adil imomning bir kun adalet bilan huquq tutganligi 60 yillik ibodatdan afzal dedi. Peygamberimning, alimning, abidning fazilati mening sizlarning eng tuvininglardan fazilatlik bo'lganimga o'xshaydi dedi. Yine Peygamber Aleyhisselam'ның bir tal faqih şeytanğa nisbeten 1000 tal abidden güçlükroqdur dedi. Mana bu hadislar matematikalik nisbatlarni bizga ko'rsatib turadi. Mana bu yerdan o'zining maqsadini, niyatlarini bir ishga qaritib olganlarning xatoligi aniq ko'rinib turdi. O iş ameliyatda şeriat tarafidan İslamda talep kılıngan iş, kılıç talep kılıngan iş, yoki to'silgan iş, bir iş. Bunun niyet maksatlarını qaritib olgan. Lekin uningdan bakroq xatarlik ishning muqobilida, uningdan bakroq xatarlik ish o'tashlab qo'yilib, yoki unutilib qilinib, yoki qap qilinib, bir ishga niyat maksatlarini qaritib olgan kishilarning xatoligi aniq ko'rinib turdi. Gerçi İslamda talep kılıngan iş olsun, yoki to'salgan iş olsun. İslam devletleri bu devrede çok ikki xatarga duch kelganlik. Bu ikkisi istimar, ilhat. İstimar, cahangirlik, yani başkalarının besivilişi, yutuvilişi, dinsizlik. Yani İslam zeminlerini yutuviliş, igelliviliş, İslam akidesini igelliviliş, yutuviliş. Yani o akidenin, devletinin, İslam vatanlarının, yurtlarının maddi ve manevi baylıklarını veyran kılış ve onu tativiliş. Bunun uduç kelevetiklik. Maddi cihetten zeminlerini, vatanlarını, hemmini, manevi cihetten akidelerini bozuş, akidelerini bormulaş ve akidelerine karşı duruş, İslam akidelerinin nurlarını öçüreş, mana bunun uduç kelevetiklik. Eğer Müslümanların yurtlarını yutuviliş, igelliviliş ve akideni bozuş, bu iş bütüp davamlaşıp kalsa, çokum dini şuarlarını tuğuzuş, dinin buyruklarını ada kılış, dinin hükümlerini tatbiklaş mümkün emas. Bir taraftan Müslümanların vatanını yutuvagan, yeni bir taraftan o yutuvilgan vatandaki Müslümanların akidesiga buzgunchilik qilingan, akidesini bormalangan, to'g'ri bo'lgan akidega agish minishda to'sqinlik uchragan bunda ish davomlashayotgan kin Müslümanlar bir diniy shuarlarni namozini o'qiolmaydi, ro'zasini tutolmaydi axirida. Bunda yerga berib qoladi. Shuning uchun ahvol bundaq darajada ig'ir ekan, haqiqatan insanların tefekkür zihnlerini başka meselelerine buyurutiş ve o başka meselelerini İslam'ın küreş kılış merkezige, yadroluk merkezi kılıveliş, bu asaslık meselelerinin mühimlerinin yüz örüttügellik bu. O asaslık meseleler İslam vatanlarını yutuveliş, ya ki İslam vatanlarını bir vasıta yol bilen, ya ki bir vasıta bo'lmagan setilme haillarını tiklash yolu bilen hükümranlık kılış. Mana bu meselenin yüzde örtügenlik. Ve İslam akidelerini xilmi-xil uslub bilen yo'qotish, yıkıp tashlash, her xil suratdagi dinsizlik iqimlari, fikrlarni yeyish, mana bu ishlarni qilish bu mühim meselelerin yüzde örtügenlik. Müslümanların yurt qo'lidan ketayotgan, onunla ergişip akideleri qo'ldan ketayotgan, akidelerden ayrılayotgan bir paytda halal, haram, to'g'ri, xato, bid'at, sunnat, afzal, afzal emas, joiz emas deb bunda talishib, bölünüp, parçalanıp o'ltirish bu en mühim bo'lgan va asosliq masala bo'lgan ishdan başka meselelerge Müslümanların zihnlerini buyuruyotganlık. Yani bundaq bir holatda Müslümanlarni taravih 8 rakat deydigan ve o taravih 20 rakat deydigan kishilarga bo'lish to'g'rimi?
Cemaatning takrorlanganligi, bu 2-3 cemaat bo'lib qoldi deb, ya cemaatning yo'qligiga bilan deydiganlarga bo'lish bu to'g'rimi? Yoki aqidagi munosabatlik bo'lmagan, aqidaga tegish qilmaydigan ishlarda bid'at sunnat urushini qo'zg'ash bu to'g'rimi? Va aqidaga munosabatlik bo'lib qolsa bu boshqa. Ammo aqidaga munosabatlik bo'lmaydigan furuat masalalarida bid'at deb, ma bid'atkan, u sunnatkan, au mustahabkan, ma makruhkan, au to'g'rikan, bu xatokan degan bundoq urushlarni qo'zg'ash, bu ziddiyatlarni o'tirg'i chiqish bu to'g'rimi bu? Men bundoq ishlar ilmiy jihatdan tadqiq qilinmasin demayman. Balki deymanki, ish aqidaga tutashgan vaqtda agalandirish lozim va ibodatda to'g'ri yo'lga agalandirish yaxshi. Chunki ibodat tavqifiy. O ibodatda kamziyada qilishga bo'lmaydi. O payg'ambar alayhisolatu vasallam buyurgan yoki o payg'ambar ham qilgan ishni kamziyada qilg'ili bo'lmaydi. Bunda bir vaqtda to'g'rilab qo'yish to'g'ri. Shuning bilan birga agar shu ibodatini to'g'rilayman deb yoki bu tarmoq masalalarni o'xshayman, isloh qilaman degan bu da'vat musulmonlardan iborat ikki guruh o'rtasida o'ch adovat paydo qilsa, yo fitna paydo qilsa, uni tashlash vojib bu chog'da. Bu ishga cho'ng munkar erishib kelganlik uchun va uningdan musulmonlarni bir necha xil guruhlarga bo'lash, parchalash kelib chiqqanligi uchun. Qanday chog'da musulmonlarning kuchlarini parchalash durust bo'lmaydigan bundaq sharoit ahvollarda va asosliq cho'ng masalalardan bilak masalalar bilan mashg'ul bo'lish durust bo'lmaydigan bundaq vaqtlarda bu masalalarni tashlab qo'yish lozim. Chunki u vaqtda mana musulmonlarni ishga bo'lash to'g'ri kelib qoladi. Cho'ng munkar parchalanish, ziddiyat, bir-birini dushman tutish bu kelib chiqadi. Shuning uchun bu vaqtda dushmanlik paydo qiladigan buni tashlash kerak, qo'yish kerak. Mana bu kishi bu nisbatlarni yaxshi bayon qilib berdi. Hammasining o'ziga loyiq o'rni va joyini tepish kerak. Bir taraf gavdalantirilgan, bir taraf tashlab o'tilgan, yana bir tarafga ahamiyat berilgan, yana bir taraf butunlay qo'yib qo'ygan bunda holda islomning burmilganlik bo'ladi. Dal bu islom da'vatchilari va islomni xizmatini qiladiganlar bu islomni o'zi buzgan bo'ladi. Şeyh İmamul G'azzali avloviyat qisiga haqida o'ylangan, tafakkur qilgan, sharhlagan, sharhlashga ko'ngil bilganlardan cho'ng da'vatchi Şeyh Muhammad G'azzali rahimahulloh. Faqat avla hazal amra inayatan fa'iqatan fi kutubihi. Şeyh G'azzali bu ishqa o'zining kitoblarida yuqori bo'lgan ahamiyatlarni ko'ngil bo'lishlarni ba'da bo'libmi o kitoblarning oxirqilarida bakroq ko'ngil bo'ldi, ahamiyat berdi. Bunda bo'lishi chunki lima lamisahu va anahu fi rihlatihi da'viyya min unasin yantamuna ila al-islam va ila ad-da'wa. Bu kishi his qilgan va jafo tortganlik uchun uningki shu islomga tava bo'ladigan, da'vatga tava bo'ladigan insonlarga da'vat qilish safarida. Musulmonman degan insonlarga da'vat qilish safarida nurg'un jafolarni tortib, odam nurg'un ishlarni his qildi, sezdi. Ammo bu musulmonlar qanday qildi? Lekin u musulmonlar islomning darixini ostin ustin qilyapti. Shuning uchun islomning asli yiltizlarini shohchiga aylantiryapti. Shohchilarini uning bilan shamol o'ynashadigan g'azanglarga aylantiryapti. G'azanglini bo'lsa yildiz qilib qo'ygan vaqtda g'azangini yildiz qilyapti, yildizini g'azang qilyapti. O yildiz bo'lsa uningga hamma fikr, hamma ahamiyat, hamma ish yuzdan ishga tegishli bu yildiz edi. Bu yildizni g'azangni yildiz qilyapti. Buni ko'rdi musulmonlarning ichida bu kishi. Haqiqatan o'sha islomga tava bo'lgan, da'vatga tava bo'lgan, musulmon bo'lgan insonlarning islomni qandoq ostin ustin qilayotganligini ko'rgan
bilgan chaqda andikin avlaviyat fiqhiga bu odamning nayt qattiq kuchida ahamiyat berdi. Men bu o'rinda shayxning bir tekstini naql qilish bilan kifoyalanaman. Bu tekst o kishininki tushunchasining va uningki fiqhul avlaviyatga bo'lgan anglarining naga yetganligini bayon qilib turdi. Va o kishininki o avlaviyat tushunchasini mustahkamlashga ko'ngil bilganligini bayon qilib turdi. Va islomga hamma narsaga o'zining haqqini beradigan, hammani o'zining o'rniga tushiradigan barobar umumiylik bir qarashni paydo qilishga ko'ngil bilganligini bayon qilib turdi bu. Bizning shayximiz Alloh uning rahmat qilsin, islom madaniyatining gumron bo'lishining sabablari, islom ummatininki oqida qilishininki sabablaridan bahs qilgan temasida o'zininki islomiy da'vat 15-asrni kutib oladi nomli kitobining islomni juz'iy tasvirlash degan temasida shu islom madaniyatining gumron bo'lish, islom ummatining oqida qilish sabablarini bahs qilgan bahsda munda deydi. Al-imanu biz'un va sittuna aw biz'un va sab'una shu'ba deydi. Iymon 60 necha yoki 70 necha putoq. Bu putoq. Bu putoqlar ba'zisining ustida qo'yiladigan qanda uyg'un kelsa qo'ylamdi. Bu putoqlar bir shaxs bozordan setib olib, uni o'zining so'mkisiga qanda qulay bo'lsa qo'ygan mal matoliga o'xshamdi deb bir savolni so'radi. Javobi yo'q. Bu 60 necha putoq bo'lsa, xuddi bir pichanni boqqan o'xshash hammani akaplan bir bo'g'im bo'g'ab qo'ygan pichanga o'xshamdi u putoq. Yoki bir odam bir bozordan bir narsa setib oldi, tog'aning og'zini ochdi, tog'aga tashlab qandoq qulay kelsa qilgan malga o'xshamdi. Yo'q. Haqiqatan bu putoqlar xatar va qimmati farqli putoqlar bu. Xatari, qimmati farqli. Her birinin bu putoqlardan umumiy suratda tayyor o'rni bor, u uningdan o'tib ketmaydi. O'rnida qo'yilishga tegishli. İmanның putoqlarini shakllantiradigan to'r, imanның butun putoqlarini shakllantiradigan to'r ministerliklarning birida yoki muassasa, shirkatlarning birida xizmat qiladigan uskunida qo'yilgan ustalda qo'yilgan bir xaritaga o'xshaydi. Bu yerda mudir bor, bu yerda mudirning yordamchilari bor, bu yerda xizmatchilar bor, kuzatchilar bor. Bunun bilan uning o'rtasidagi yuguyitim ishlarni qiladiganlar bor, belgilangan aloqalar bor, avatish, qabul qilish sistemalari bor, ijro qilish va ishlab chiqarish sistemalari bor. Buni shunga o'xshaydi bu. Iymonni 60 necha yo 70 necha putoqqa o'xshatsak, buning hammasini bir bo'lgan shaxqa yoki tog'aga silingan malga o'xshatishga bo'lmaydi. Buning farqi bor. Birisi-birisining ustiga qo'yiladi, birisi-birisining o'rnidan oladi. Hammamizga ma'lum, o'nlab sanalgan iymonning putoqlari minayotgan mashinaga o'xshaydi. O mashinaning haykali bor, ya'ni qepi modeli bor, ramkasi bor, roli bor, yiqilg'usi bor, turmuzi bor, chiriqi bor, o'rindiqi bor, shuningdan boshqa simi bor, nurg'un narsalar bor. Bu her birinin bunun vazifesi ve kıymeti bor. Aşı maşininki hammasini chaqini, motorini, chirig'ini, rolini, yiqilg'usini, turmuzini hammani bir yerga akab tashlab qo'ysa, uning bo'ladi tumur tastak bo'ladi. Yoki tumur tastakning ba'zilariga o'xshagan keraksiz bo'ladi. Ammo uning hammasining o'rnida bo'lgan vaqtda aniqin vazifasi qimmati bo'ladi. Dal islomning 70 necha yoki 60 necha putoqlarning hammaning o'rni bor. Hammasininki muayyan joyi bor. Shu joydan ayirib o'tilgan chog'da ishlar buziladi. Va islomiy saqofat boshlangandan boshlab iymonning rukni bor, naflilari bor, asli yiltizlik amellari bor, shaqchilari bor, qalbiy amellari bor, jismoniy amellari bor. Rasulullohning zamonasidan boshlab iymonning rukni,
Nəplisi var, usul puruqları var, amali qalbi, amali ismi şu vaxtdan başlab. Həmin özün layiqini qoyuş kerak və düşünüş kerak. Bəzi insanlarda yüz berib atqan iş şuningdan iborat ki, İslamның bir qismisi yo'g'iniyotidu, qolgan qismisining ziyniga yo'g'iniyotidu. İslamның bir tarafini yoki namozni ba'zanlar zikri, ba'zanlar da'vat, ba'zanlar o'qitish yoki ba'zanlar jihad, ba'zanlar iqtisod tepish bir qismiga qattiq ko'ngil bilgan, yana bir qismi siqib qolgan. Xuddi rak yo'g'iniyotgandek boshqa hujayralarning ziyniga neticede bütün cisim halak buludu. Bunu havarijler tunji qitim bu akli yetersizlik bilen yoki bu fiqhi kamchilik bilen musibet uğurlagan kişiler buni Ali radhiyallahu anh urushdi yoki Ali radhiyallahu anh tahkimdan qo'l uzdi. Umar ibn Abdulaziz bilan urushdi yoki Umar ibn Abdulaziz o'ziniki dadalari Umayya podshohligiga la'nat qiladi. Shu ya padişahlığa lanet kılırsan, dadalarına lanet kılırsan, kalırsan, bo'lmasa urushimiz. Muayyen bir ideyanın bir insanga hakim buluverişi, o insanın ruhi boşluğunu toşkudurgan derecede ve yeni başka urullarga urun koymaydıgan derecede hakim buluverişi, bu durust emas bir iş. Bir ideyanın bütün kontrol astığı ötep kettiş. Ve başka ideyalar, başka fikirler onun yakmaydıgan, onun kalısını kiymaydıgan bulap kılış, bu hata iş bu. Bana yaxşı dep tunulganlardan bir adam uçurap, o kişi menden siz palani şeyhinin karametige işinemsiz dep sorudu. Ben dedim, ben bu şeyhinin siretini okup bakmadım. O anda olsa sizge bir kitapni beray, o kitap bunun siretini şerhlep beradigan bir kitapni beray dedi. Anandan keyin bana bir mezgildan keyin uchrab, sizning qarashingiz nima deb so'radi. Men dedim, kitapni o'qishni unutib qaptiman. O nima uchun dedi, ta'sirlanib turib, o nima uchun unutib qoldingiz deb. Men dedim, ish muhim emas. Agar men o'lsam, sizning g'ujingizda tunimay Allah subhanahu wa ta'ala menden o g'ujingiz to'g'riliq so'ramaydi. Onun karameti to'g'riliq so'ramaydi. Şunun bilan bu kishi mening mariq dindan chiqqan, karametga ishonmaydigan kishi ekanligimni taqib yeyib ketib qoldi. Demak, mana bu kishining idisidanmi heliqi shayxning ulug'ligi, cho'ngligi, nayta katta bir kishi ekanligi bütün onun vücudunu qaplab ketgan bo'lg'achqa onunğa işenmegen, ya onunğa parva qilmagan, ya onunğa ahmiyet vermegen bir insanni hakikaten dinge ahmiyet vermegen, aqidege, imanға ahmiyet vermegen, İslamga ahmiyet vermegen qatada sanat sidqi chiqirib etdi. Bana yeni bir kishi uchrashdi, o deydi, sizning muzika haqidagi fikriniz nima? Men onunğa javob berdim. Agar bu muzika o't yuraklik, qurbonlik bir ishni qo'zg'aydigan harbiy, askeri bo'lib qolsa, uning chataqi yo'q. Agar bu faoliyatchanlikni qo'zg'aydigan yoki dilning yumshoqligini qo'zg'aydigan hissiyot xarakterlik bo'lib qolsa, uning bu chataqi yo'q. Agar bu o'yin, tomosha, ishq, muhabbatni qo'zg'aydigan bo'lib qolsa, u durust emas dedim. Ammo bu kishi mendan men haramni halol hisoblab sanaydigan, haramni anglaydigan bir kishi ekanligimni taqib shuni chechib ketib qoldi. Her ishkili shaxs bir narsaga ishondi. U shaxs uni dinning hammasi deb o'yladi. Ana u kishi shaxslarni, ahvollarni uningga hukm ko'tarib apirdi. Shuningga tanlaydi, shuning udul kamidi yoki uyg'un kamidi uni dindan chiqarib o'tadi, millatni qo'dayotdi. Mana bu dinning muayyan tarafiga yetgan bu rak, bu fuqaholining oqistiki siri mana bu. O fuqaholining o'tkir fikri va ularning abidlarda qalbi yo'q. Sofilarning oqistiki sir, ularningki yalqillab turgan bir tuyg'ulari va ularga fuqaholining aqli yo'q. Bu sofilarmi shunday yalqillab turgan tuyg'u bor, shuning bilan ahamiyat berib ketgan, ammo fuqahodek aqli yo'q. Ba'zi fuqaholining o'tkir fikri va
abidlarda qalbi yo'q, ya'ni Allohdan qo'rqadigan mana buning oqidagi siri bu. Bu neslini yadaladigan, tekstlarni yadaladigan, onu öz o'rnida qo'ymaydigan, onundan yaxshi istinbotlarni chiqarolmaydigan muhaddislarning oqidagi sir mana bu shu. Hadisni yadalang desa, nurg'un hadislarni yadaliqliq, nurg'un hadislarni biladi, ammo uni o'z o'rnida qo'yolmaydi. Shundaqla uningdan bir hukmni eling desa, joyida ololmaydi. Shuning bilan o bir tarafga bak ahamiyat berib, shu tarafni cho'ngaytib, gavdalantirib, natijada boshqa taraflarga sal qaraydi yoki boshqa taraflarni butunlay chetga qoqadi. Manfaat egalarining manfaatni ko'rgan, o manfaatni nas bilan dalil, yaxshi dalillayolmagan fikr egalarininki oqidagi sirmi bu? Bu bekitilgan sifat bo'yicha şu xalq ammasi uchun xizmat qiladigan, yetakchi bo'lgan, xizmatchi ishlaydigan hokimlarning oqidagi siri bu. Ularning Alloh taolodan taqvolik qilishdagi yo'lichi qisqa va umumiy xalq shaxsiy ibodatlarga yuzlangan. Agar ish nasihat, to'sish, buyurish, cheklash, hokimning g'azabiga duch kelishga yetgan chog'da hammasi jim turib oladi. Mana shunda hammasi shaxsiy ibodatga dum tushgan bo'g'achqa, shaxsiy ibodatni ching tutgan bo'g'achqa, agar hamda bu ish shu xalqni boshqarayotgan, xalq yetakchilik qilayotgan hokimning to'sish, buyurish yoki uningga nasihat qilishga yetib qolgan chog'da hammasi jim turadi. Qanday qiladi? Biz uningga gapimiz o'tmaydi, qanday qilamiz? Mana bu ibodat faoliyatlarini yaxshi qiladigan, şeriatda kelgan ibodatlarning suratlarida zarrachilik sal qaramaydigan, shuni bilan birga ibodatning hikmatini tushunmaydigan, uningdan bir axloq foydalarini ololmaydigan insonlarning oqidagi sir bu. Ibodatga qattiq qiziqadi, ahamiyat beradi, lekin hikmatni tushunmaydi. Masalan, buning bir misoli namoz tuzum bilan pokizlikni keltiradi. Namozning vaqti bor, onun dikini o'qiydigan o'rni bor, jamoat bor. Shu namozni o'qish uchun kiyim pok bo'lishi, badan pok bo'lishi, namoz o'qiydigan o'rin pok bo'lishi, aqida pok bo'lishi pokizlikni bag'ishlaydi. Amaliyotda ular namoz o'qiydiganlar chechelango, qalay muqam beri. Ammo bu namozning hikmatini tushunmagan. Haj qalbni gullantiradigan, ustig'onligini gullantiradigan, rohat bilan, rahmat bilan gullantiradigan bir umr safari. Ular haj jarayonida va undan keyin bag'ri qattiq, nachar, hech bir boshqalarga ish og'maydigan, rahim qilmaydigan, ko'nmaydigan bunday holatda. Haqiqatan islomiy da'vat tushunchasi tuvan, faoliyati ko'p. Tushunchasi tuvan, faoliyati ko'p. Gahal aqllari bilan mangadigan, shuning bilan yaxshi ishlarni yaxshi qilishning o'rniga yomon qiladigan, yaxshi qilolmaydigan bundaq odamlarning tikanlarini kesib o'tadi bu. Buningdagi tikanni kesib, tozalab, bularni tuzlaydi, yaxshilaydi. Islom nimani foydalanadi? Yevropa jamiyatlari, Amerika jamiyatlariga bağlan, oq kostyumlarni kiygan, tamoqni qo'li bilan yeyish uchun yerda o'ltirgan, tamoqni yeb bo'lib, barmoqlarining uchlarini yalagan, bunda bir yoshlardan islom qanday, nima foydaladi? Bu o yoshlarning nazarida Payg'ambar alayhisolatu vasallamning yeyish va ichish tiki sunnati izimish. Ular bu yerdan islomni g'aribliklarga bayon qilishni boshlamoqchi emish. Mana bu islomning yemak ichmakdagi adablarimi? Aşağıya berib o'z kostyumni, oppoq kostyumni kiyib tamoq yemoqchi bo'lsa, qo'llarini yeb, barmoqlarini yalab, yerda o'ltirib, ustallarda o'ltirmaymiz deb qiladi ekan. Buning maqsadi islomni mushunda qilish orqali g'ariblarga tunutish, tushuntirishgan, Rasulullohning sunnatidan boshlamoqchi ekan.
Bu bir tamak, yemek, içmek İslam'ın adabları mı? Bunda kılıvatkan yaşlardan İslam nima faydalıdır? Yavrupalıklar içmekçi bulup istikanını koluğa ağan, o'ltigan, ya'ni içki sünnetke ergish uchun o'ltirib ichgan bir odamni ko'rgan chog'ida mana bu yot bir manzara u islomga kirishga qiziqtira olamdi. Buni bunday ko'rib, voy bu yaxshi ishga-yu deb kishilar islomga kiramdi. Nima uchun? Oddiy ishlar, tuvan ishlar Allah'ın yoludan to'sadigan Allah'a boysunishni, xuddi islom dinini, xuddi bu din bir yuzi sapkul besib ketgan odam dindek ko'ks tutadigan shakl bo'yicha gavdalantiriladi. Mushunda ishlar bilan lam gavdalantiradigan, shu ishni lam cho'ngaytgan, shuningga bak ahamiyat berib ketgan. Bunun bilan islom nima foydalidir bunun bilan? Summa inna da'va ila al-islam, aningdan keyin islomga da'vat qilish, u islom da'vatida ixtilofiy masalalarni tashlash qabul qilinmaydi. U masalalar egilarining nazarida qanchalik muhim bo'lib ketsin. Islomga da'vat qilmoqchi bo'lsak, bu ixtilof masalalarini tashlash to'g'ri emas. Zaminni, ya'ni yadit yeyish yo qo'llar bilan yeyish bu odat masalasi, ibodat masalasi emas. İslam'ni o orqali o'tirib qo'yish, tushundirish ahmoqonalik. Ayol kishining yuziga niqob serishi, niqob chumbal tashlashi, uni elish va rad qilish tegishli bir ish. Hech qanday bir holda uni Allah subhanahu va taolaning dinini bayon qilgan chaqda, bandalarga bayon qilgan chaqda oldiga chiqarish to'g'ri emas uni. Bu din bu degan yaxshi ishlab chiqish to'g'ri emas. Chunki bu ba'zanlar qabul qilgan, olgan, ba'zanlar uni rad qilgan, niqobni qo'yishni, niqob ya'ni chumbal tortishni, bunda bir ixtilofli masala. Bu hadisni o'ylanib baqing. Imom Buxoriy islomiy risolatni bayon qilish uslubida rivoyat qilgan bu hadisni o'ylanib baqing. Yusuf ibn Mahikdan rivoyat qilib umunda dedi. Men Aisha ummul mu'minin radhiyallohu anha qishtdim. O Aisha ummul mu'minin radhiyallohu anha qishiga bir Iroqlik bir kishi turuqsiz kelib munda dedi. Kepallikning qaysi yaxshi dedi. Ya'ni oqmi yoki qarisimi degandek qaysi kepallik yaxshi dedi. Aisha radhiyallohu anha voy siz sana qaysini ishlasang nima ziyni va hammasi to'pining ostiga kiradi-ku. Qanda kepallikni ishlat hammasi buziladi-ku, sesib chiriydi-ku. O dedi. Ey ummul mu'minin, men Qur'oningizni ko'rsatang dedi. Aisha xonim nimishqa? O kishi men Qur'oni Karimni shu Qur'on bo'yicha bir tuzib olay, ra'li olay dedi. O kishi Qur'onni ra'tlagisiz o'qitdi. Aisha xonim dedi, "Sen nima ziyni bor? O Qur'onning qaysini o'qisang, uningdan burun o'qisang, nima ziyni bor? Qaysini balda o'qisang, nima ziyni bor?" Fakat Qur'ondan tushgan suraning avvali sura mufassal, uningda jannatning, do'zaxning zikri bor. Hatta insonlar islomga yenib kelgan chog'ida halol harom tushdi. Dastlabda jannat, do'zaxning zikri bor suralar tushdi. Kim insonlar islomga kelgan, islomni qabul qilgan chog'ida halol harom tushdi. Agar dastlabda aroq ichmanglar deb tushgan bo'lsa, cho'qim insonlar biz haroqni abadil-abad tashlamaymiz dedi. Agar zina qilmanglar deb tushgan bo'lsa, ular biz zinoni abadil-abad tashlamaydik dedi ya. Demak, beshida jannatga qiziq turish, do'zaxdan qo'rqitish, Alloh subhanahu va taologa muhabbat qilish madrabdan tushdi. Shunga Muhammad alayhisolamga, Makkada Muhammad alayhisolamga Qur'oni Karim tushdi. Valanikmen bir o'ynayotgan bir qiz bola holatimda balis saatu mav'iduhum va saatu adha va amal degan oyat tushdi. Qiyomat ularning va'da qilingan joyi, qiyomat dahshatlik, baqqatli degan bu oyat tush orqali qiyomatni ochiqlashtirdi va qiyomat bilan odamlarni agalantirdi. Buni Sura Baqara, Sura Nisa tushmadi, biroq men payg'ambarimning qishda men ba'unimi bilaman. O kishi dedi, men o aşkınım onunla Kur'an'ı çıkarıp onunla surani imla qilib berdi.
Demek, mana bu hadis bizlarga nimani baldur qilishni, nimaga ahamiyat berishni, da'vatda qanday da'vat qilishni bizga ko'rsatib beradi. Lekin bir insonlar bor, ularning dinni tushunishimi yo'q, dinni bilishimi yo'q, da'vat bilan shug'ullangan. Bular dinning yuzini to'kayotgan, dinga yaxshi qilmagan bunda bir odamlar bor. Ularning ishida o'zining yetersizlikni ustunlikka aralashtirib olganlar bor va boshqalarni ayblashga aralashtirib olganlar bor. Faqat o'zining kamchiligini o'zini noyati yaxshi qildim deb ustun tutishga aralashtirib olganlar bor. Mana bu yetersizlik taraqqiy qilib, men ba'zi bir o'quvchilarga o'xshaydiganlarning orasida bir odamlarni ko'rdim. Ular islomni to'rt tarafidan hudud bekitib tasvirlaydigan. Yani er kişinin yüzündeki sakal bilen, ayol kişinin yüzündeki niqab bilen, suratni red qilish, gerçi bir qog'oz bilan ustiga bo'lsinmi, naqshi musiqani red qilish, gerçi bir ulug' munosabatlarda va nozik bir iboralar bilan bo'lsinmi, buni red qilish bilan islomni ta'rif etgan bunda bir odamlarni ko'rdim. Men bunda ishlarda bir muayyan hukmni bekitmoqchi emas. Bunu xalamayman. Faqat men her ish o'zining chekidan oshmasa ekan deganni xalayman. Va bu ishni egilari dinning cho'qi pallasi ustuni deb gumonlayapmiz ekan deyman. Mana bu valadiki bu ish amaliyotda shohchi, moy cheklik bir ish. Buning uchun urush qilish, islomni yo'qotish, islom ummatini parchalash hisoblanadigan ish bo'lmasa, bunda kichik oddiy ya sünnet, ya mustahab, ya bid'at bu ishlar bilan musulmonlarning o'rtasini bo'lish, parchalash, bir-biridan dushmanlashish, bir-birini qiqish, chetga qiqish bu ishlar amaliyotda islomga keltirgan ziyon. Chunki bugun musulmonlar parchalangan sira, bo'lingan sira, ayrilgan sira musulmonlar eng ig'ir, eng dahshatli kunlarga yo'l qo'yadi. Bu fiqhul avlaviyat to'g'risida bo'lgan bu darslik Bayraktar islohotchi shu ulamolar chaqirgan narsaning tafsiloti va uni bir to'liqlash va uningga asos solish. Shuningga bir asos solganlik. Men bu darslikimning hozirgi islom fikridagi yuvuchiqni etishini umid qilaman. Hozir bu soatdagi yuvuchiqni essa bu mening orzum va umidim. Allohga shukr avval va oxirda Rabbana la tu'akhizna in nasina va akhtana. Ey Allah, agar biz unutib qolgan bo'lsak yo xatolashib qolgan bo'lsak bizni jazolamizlar. Ey Allah, bizga bizning oldimizdagi kishilarga yukligini o'xshash ig'ir yuklarni, ya'ni qattiq taklifotlarni yuklamizlar. Ey Allah, bizning uchun toqat yo'q ishlarni ustimizga atmizlar. Bizlardan afv qilsizlar, gunohlarimizni kechirim qilsizlar, rahim qilsizlar. Sizlar bizning igilimiz, kafirlarning ustimizga yordam berasizlar ey Allah. Mana bu darslik Allohning fazli rahmati bilan bugun tugidi. Her bir sanlardan ümidim dua qilib qo'ysanglar, bir yaxshilikni tepish, haq yo'lida mustahkam mengishga dua qilib qo'ysanglar, qilgan xatoliklarimizni Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir afv qilinishiga dua qilib qo'ysanglar. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.